Assalomu alaykum, hurmatli va qadrli kanalimiz obunachilari. Bugun biz siz bilan hammamiz uchun juda muhim, lekin ayniqsa 12 yoshdan oshgan aziz yurtdoshlarimizga bevosita tegishli bo'lgan bir masalani juda batafsil muhokama qilamiz. Bu sizning shaxsiy hujjatingiz, ya'ni pasportingiz bilan bog'liq bo'lgan eng so'nggi yangiliklar va yangi qoidalar haqida bo'ladi. Ishoning, ushbu ma'lumotni bilmaslik, qoidalar o'zgarganini e'tiborsiz qoldirish sizning kundalik hayotingizda juda ko'plab kutilmagan noqulayliklarga, hatto jiddiy huquqiy va moliyaviy muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Bu shunchaki bir qog'oz masalasi emas, balki sizning davlat bilan bo'lgan barcha munosabatlaringiz, xizmatlardan foydalanish imkoniyatlaringiz va hatto xavfsizligingizga ta'sir qiluvchi fundamental jihatdir. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang. Har bir aytgan so'zimga e'tibor bering va agar ushbu ma'lumot siz uchun qadrli bo'lsa, hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu har bir qariya va keksa avlod vakili uchun juda muhim hayotiy ma'lumot. Keling, avval vaziyatni tushunib olaylik aziz do'stlar. Bilamizki, avvallari pasport almashish jarayonlari ma'lum yosh cheklovlariga bog'liq edi. Masalan, o'li notun 25 yoshlarda majburiy ravishda pasport almashtirilardi. Shu bilan birga ko'pchilik yurtdoshlarimiz, ayniqsa keksa avlod vakillari orasida agar 15 yoshda pasportingizni almashtirgan bo'lsangiz, ko'pincha bu pasport umrbod amal qiladi degan keng tarqalgan va asosli tushuncha mavjud edi. Ya'ni ko'pchilik men endi pasport almashtirmayman, bu pasportim umrbodga deb o'ylashardi va ba'zilar hatto eski namunadagi, ya'ni biometrik bo'lmagan pasportlar bilan ham hech qanday muammosiz yashayverishardi. Ular o'z shaxsiy hujjatlarining muddati bor yo'qligi haqida deyarli o'ylashmasdi. Chunki o'sha paytdagi qonunchilik shunga imkon berardi. Biroq endi bu tushuncha butunlay eskirgan va haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Davlatimiz zamonaviy texnologiyalarni joriy etishga, fuqarolarga ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini tubdan yaxshilashga, xavfsizlikni kuchaytirishga va mamlakatimizni raqamlashtirishni jadallashtirishga intilmoqda. Shu sababli shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarga bo'lgan talablar ham keskin o'zgarmoqda. Yangi qoidalar birinchi navbatda 6-2 yoshdan oshgan. Hali ham eski namunadagi pasport egalari yoki biometrik pasportining amal qilish muddati tugagan fuqarolarimizga bevosita va juda kuchli ta'sir qiladi. Bu o'zgarish nafaqat safarga chiqishga ruxsat berish, balki bank xizmatlaridan foydalanish, masalan, pensiyani naqd pulda olish yoki kartaga o'tkazish, davlat xizmatlariga murojaat qilish, masalan, ijtimoiy nafaqalar, subsidiyalar, tibbiy xizmatlar, hatto oddiygina maishiy xizmatlardan foydalanish, masalan, kommunal to'lovlarni amalga oshirish, notarius xizmatlari kabi kundalik hayotiy jarayonlarga ham to'g'ridan to'g'ri va jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Eng muhimi shundaki, bu jarayonni o'z vaqtida hal qilmaslik, yangi talablarga rioya qilmaslik siz uchun ko'plab va kutilmagan muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Bularga davlat tomonidan ko'rsatiladigan imtiyozlardan mahrum bo'lish, ayrim muhim xizmatlardan foydalana olmaslik, moliyaviy tranzaksiyalarni amalga oshira olmaslik va hattoki ma'muriy javobgarlikka tortilish xavfi ham kiradi. Bu holatda sizning shaxsingizni tasdiqlovchi haqiqiy hujjat mavjud bo'lmaydi va sizni ko'plab xizmatlar tizimi ko'rmay qolishi mumkin. Shu bois bu masalani e'tiborsiz qoldirish hech ham mumkin emas. Xo'sh, keling, endi bu yangi qoidalarni batafsil ko'rib chiqaylik. Kimlar ayniqsa e'tiborli bo'lishi kerak va kimlar hozircha xotirjam bo'lishi mumkin? Avvalo, shuni ta'kidlash kerakki, yangi qoidalar shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarning majburiyligini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, uning asosiy maqsadi fuqarolarning shaxsini aniq, ishonchli va zamonaviy usullar bilan tasdiqlash imkoniyatini yaratishdir. Bu xalqamni iqtisodiyotga o'tishning ajralmas qismidir. Asosiy birinchi kategoriya. Eski namunadagi pasport egalari zudlik bilan harakat qilish kerak. Agar siz 12 yoshdan oshgan bo'lsangiz va hali ham qo'lingizda biometrik bo'lmagan, ya'ni sobiq qizil rangli yoki undan oldingi namunadagi pasportingiz bo'lsa, siz zudlik bilan harakat qilishingiz kerak. Bu eng xavfli kategoriya hisoblanadi va sizning ahvolingiz ko'plab cheklovlarga duch kelishingizni anglatadi. Davlatimizda eski namunadagi pasportlarning amal qilish muddati ma'lum muddat avval yakunlangan va ulardan foydalanishga to'liq cheklovlar kiritilgan. Misol uchun, ko'plab tijorat banklari allaqachon eski pasportlar bilan har qanday turdagi operatsiyalarni, jumladan pul o'tkazmalari, depozit ochish, kredit olish, hatto oddiygina pensiya mablag'larini berish
yoki bank kartasini yangilash kabi amallarni amalga oshirishdan qat'iyan bosh tortishmoqda. Tasavvur qiling, siz pensiyangizni butun bir oy davomida kutgan daromadingizni olish uchun bankka borasiz, lekin bank xodimi sizning eski pasportingizni qabul qilishmaydi va bu pasport haqiqiy emas, unda operatsiya qila olmaymiz deydi. Bu esa sizning pensiyangizni o'z vaqtida olishingizni katta qiyinchiliklar, hatto to'liq to'xtab qolishiga olib keladi. Pensiyaning o'z vaqtida olinmasligi nafaqat moddiy qiyinchiliklarga, dori-darmon yoki oziq-ovqat sotib olishda uzilishlarga olib kelishi, balki keksa fuqarolarimiz uchun ruhiy tushkunlik ham keltirib chiqarishi mumkin. Qanchadan qancha aziz otaxon va onaxonlarimiz aynan shu sababli banklardan xafa bo'lib, umidsizlikka tushib qaytishmoqda. Bu kabi holatlar afsuski yurtimizning har bir hududida, hattoki eng chekka qishloqlardan tez-tez uchrab turadi. Oqibatda faqat pensiya, balki shifoxonada ro'yxatdan o'tish, poliklinikada shifokor qabuliga kirish, dorixonalardan maxsus retseptli dorilarni olish, hatto ba'zi ijtimoiy yordam turlarini, masalan, subsidiya, moddiy yordam rasmiylashtirishda ham jiddiy muammolar yuzaga keladi. Ya'ni eski pasport bilan siz shunchaki davlat tomonidan mavjud emas degan rasmiy maqomga tushib qolishingiz mumkin. Bu esa sizni ko'plab xizmatlardan mahrum qiladi. Keling, real hayotdan bir misol keltiraylik. Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanidan 7 yoshli Oysha xola tasavvur qiling. U kishi butun umr qishloqda yashagan, o'zining uy ro'zg'or ishlari bilan band bo'lgan va pasport masalasiga unchalik e'tibor bermagan. Uning pasporti hali ham eski biometrik bo'lmagan, qizil rangli pasport edi. Oysha xola doim pensiyasini pochta orqali olardi, lekin bir kuni pochta xizmati uning pasportining muddati o'tganligini aytib, pensiyani berishdan qat'iyan bosh tortdi. Oysha xola qattiq tushkunlikka tushdi. Chunki pensiya uning yagona daromad manbai edi. Unga dorilar va oziq-ovqat kerak edi. U o'g'li bilan viloyat markaziga pasport stoliga borganda esa unga eski pasport bilan hech qanday operatsiya qilib bo'lmasligini, darhol yangi zamonaviy biometrik pasport olish kerakligini aytishdi. Bu jarayon esa bir necha kunni hujjat to'plash va navbat kutishni talab etdi. Oysha xola bu orada pensiyasiz qoldi va juda ko'p ovoragarchilikka uchradi. Bu kabi holatlar afsuski butun mamlakatimiz bo'ylab tez-tez uchrab turadi va keksa avlodimizga juda ko'p azob bermoqda. Ikkinchi kategoriya, biometrik pasporti bor, lekin amal qilish muddati tugagan yoki tugash arafasida turgan fuqarolar ham e'tiborli bo'lish shart. Agar sizning pasportingiz biometrik bo'lsa-da, uning amal qilish muddati tugagan bo'lsa yoki yaqin 6 oy ichida tugash arafasida tursa, siz ham juda e'tiborli bo'lishingiz shart. Bilamizki, biometrik pasportlar ma'lum bir muddatga, odatda 10 yilga beriladi. 12 yoshdan oshgan fuqarolarimizning pasportlari ham bu qoidadan mutlaqo mustasno emas. Ko'pchilik qariyalar uchun pasport muddati cheklanmagan yoki muddatiga e'tibor berish shart emas deb o'ylashi mumkin, ammo bu butunlay noto'g'ri tushuncha. Sizning pasportingiz muddati tugagan bo'lsa, u qonuniy kuchini to'liq yo'qotadi va undan foydalanish noqonuniy hisoblanadi. Bu holatda siz bir qator noqulayliklarga duch kelishingiz mumkin. Masalan, Qoraqalpog'istonning Nukus shahrida yashovchi 65 yoshli Rashid amaki. U kishi biometrik pasportga ega edi, lekin pasportining amal qilish muddati o'tganligiga e'tibor bermagan va uni almashtirishni kechiktirib yurgan. Bir kuni u o'zining oilaviy holatida o'zgarish bo'lgani sababli, masalan, nevarasini maktabga joylashtirish uchun yoki farzandining nikohini ro'yxatdan o'tkazish uchun FHDGga fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limiga murojaat qiladi. U yerda unga pasportining muddati o'tganligini aytishadi va shu sababli hech qanday hujjatni rasmiylashtira olmasligini, xizmat ko'rsata olmasligini tushuntirishadi. Rashid amaki juda ranjidi, chunki bu holat tufayli uning farzandi ham kerakli hujjatni o'z vaqtida ola olmay qoldi. Nevarasi maktabga kirishda kechikdi. Bunday vaziyatlar nafaqat shaxsiy qiyinchiliklarni, balki oilaviy rejalarga, farzandlar va nevaralarning muhim hayotiy jarayonlariga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bundan tashqari amal qilish muddati tugagan pasport bilan xorijga chiqish umuman mumkin emas. Hatto qo'shni davlatlarga ham o'ta olmaysiz. Agar siz chet elda davolanishni rejalashtirgan bo'lsangiz, farzandlaringizni ziyorat qilmoqchi bo'lsangiz yoki oddiygina ziyorat turiga chiqishni istasangiz, pasportingizning amal qilish muddatiga alohida e'tibor berishingiz va uni muddatidan oldin yangilashingiz shart. Aks holda siz chegara nazorati punktidan o'ta olmaysiz va barcha rejalaringiz buziladi.
Asterisk 3 kategoriya. Kimlar hozircha xotirjam bo'lishi mumkin? Vaqti bilan tekshirib turing. Asterisk agar siz 6-2 yoshdan oshgan bo'lsangiz va qo'lingizda amal qilish muddati kamida 6 oydan ko'proq bo'lgan biometrik pasportingiz bo'lsa, siz hozircha nisbatan xotirjam bo'lishingiz mumkin. Ya'ni sizning pasportingiz yaroqli hisoblanadi va u bilan barcha zaruriy amallarni, jumladan bank operatsiyalari, davlat xizmatlaridan foydalanish, mamlakat ichida harakatlanish va hatto ba'zi xorijiy safarlarni ham amalga oshira olasiz. Biroq shuni unutmangki, pasportingizning amal qilish muddatini doimiy ravishda tekshirib turish juda muhim. Muddat tugashidan 6 oy oldin degan muhim qoidani doimo yodingizda tuting. Ko'plab mamlakatlar, ayniqsa chet elga chiqish vizasini rasmiylashtirishda yoki chegara nazoratidan o'tishda pasportning safar vaqtidagi tugash muddatiga emas, balki safardan qaytgandan keyin ham kamida 6 oy davomida amal qiladigan bo'lishini qat'iyan talab qiladi. Shu sababli pasportingizning tugash muddatiga yaqinlashganingizda almashtirish jarayonini kechiktirmasdan imkon qadar oldinroq boshlashni rejalashtiring. Bu sizni kutilmagan vaziyatlardan himoya qiladi. Bu yangi qoidalar asosan shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarning doimiy ravishda dolzarligini ta'minlash, soxtalashtirishlarning oldini olish, shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligini oshirish va fuqarolarga ko'rsatiladigan xizmatlarni raqamlashtirishni jadallashtirishga qaratilgan. Eski pasportlar zamonaviy raqamli tizimlar bilan integratsiyalasha olmagani sababli ularning o'rniga yangi zamonaviy biometrik pasportlar joriy etilmoqda. Bu xavfsizlikni sezilarli darajada oshiradi va sizning shaxsingizni tasdiqlash jarayonini ham mamlakat ichida, ham xalqaro miqyosda sezilarli darajada soddalashtiradi. Yangi pasportlar nafaqat mamlakat ichida barcha xizmatlar uchun, balki xalqaro miqyosda ham to'liq tan olinadi va sizga yanada ko'proq erkinlik va imkoniyatlar yaratadi. Har qanday qoida o'z istisnolariga va ba'zan e'tibordan chetda qoladigan nozik jihatlariga ega bo'ladi. Bu yangi pasport qoidalari ham bundan mustasno emas. Keling, shu nuqtalarga alohida to'xtalib o'tamiz. Chunki ularni bilmaslik sizni kutilmagan qiyinchiliklarga va ortiqcha ovoragarchiliklarga olib kelishi mumkin. Bu ma'lumotlar ayniqsa ba'zi keksa avlod vakillarimiz uchun juda foydali bo'ladi. Asterisk birinchi nozik jihat. Sog'lig'i yomon bo'lganlar yoki nogironligi bor fuqarolar uchun maxsus xizmatlar. Ba'zi keksa fuqarolarimizning sog'lig'i holati ularning davlat xizmatlari markaziga, DXM yoki migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlariga pasport stoli bevosita borishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Bu juda muhim va e'tiborga molik masala. Qonunchiligimizda bunday holatlar uchun ham yechimlar ko'zda tutilgan bo'lib, fuqarolarga qulaylik yaratilgan. Agar fuqaroning sog'lig'i jiddiy bo'lsa, u kishi DXM ga murojaat qila olmaydigan darajada kasal bo'lsa, ya'ni karavotga mixlanib qolgan bo'lsa yoki nogironligi tufayli harakatlana olmasa, u holda maxsus Asterisk mobil guruhlar xizmatidan foydalanish imkoniyati mavjud. Ya'ni davlat xizmatlari markazining malakali xodimlari sizning yashash joyingizga, uyingizga borib kerakli hujjatlarni rasmiylashtirishda, hujjatlarni qabul qilishda va biometrik ma'lumotlarni fotosurat, barmoq izi olishda yordam berishadi. Bu xizmat ayniqsa yolg'iz yashovchi, karavotga mixlanib qolgan yoki uydan mutlaqo chiqa olmaydigan keksa fuqarolarimiz uchun juda katta qulaylikdir. Biroq shuni unutmangki, bu xizmatdan foydalanish uchun tibbiy ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Bu ma'lumotnoma shifokor tomonidan beriladi va fuqaroning haqiqatan ham DXMga borishga qodir emasligini, harakatlana olmasligini tasdiqlaydi. Ko'pincha bunday xizmat bepul taqdim etiladi. Ammo ba'zi hollarda, ayniqsa juda uzoq hududlarga borish talab qilinganda, transport xarajatlari qisman yoki to'liq qoplanishi so'ralishi mumkin. Bu haqda davlat xizmatlari markazi xodimlari bilan oldindan telefon orqali yoki yordamchi orqali aniqlashtirib olish tavsiya etiladi. Asosiy ikkinchi nozik jihat doimiy propiskasi bo'lmaganlar yoki ro'yxatdan o'tish bilan bog'liq muammolar. Ba'zi keksa fuqarolarimizda doimiy propiska masalasida muammolar bo'lishi mumkin. Ya'ni ular bir joyda doimiy ro'yxatdan o'tmaganlar, ro'yxatdan o'tgan manzil eskirgan yoki hujjatlardagi ma'lumotlar eski bo'lishi mumkin. Pasport olishda esa doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tish propiska muhim rol o'ynaydi. Chunki pasport aynan shu manzilga beriladi va ma'lumotlar shu asosda yangilanadi. Agar sizning propiska masalasida aniqlik kiritilmagan holatingiz avvalambor shu masalani hal qilishingiz kerak bo'ladi. Ba'zan yillar davomida bir manzilda yashab kelgan
Lekin hujjatlarda bu rasmiylashtirilmagan holatlar yoki propiskasi bekor bo'lib qolgan holatlar uchraydi. Bunday vaziyatda pasport olish jarayoni biroz murakkablashishi, qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi va ko'proq vaqt talab etishi mumkin. Shu sababli pasport almashtirishdan oldin o'zingizning propiska ma'lumotlaringizni tekshirish va agar zarur bo'lsa, uni tartibga solish. Ya'ni yangi manzillar ro'yxatdan o'tish tavsiya etiladi. Davlat xizmatlari markazlarida bu borada ham maslahat berishadi va kerakli yo'l ko'rsatishadi. Propiska masalasini hal etmasdan pasport olishga urinish ko'pincha natija bermaydi. 3-nozik jihat pasportni yo'qotib qo'yish yoki unga shikast yetkazish. Agar siz pasportingizni yo'qotib qo'ygan bo'lsangiz yoki unga jiddiy shikast yetkazgan bo'lsangiz, masalan, yirtib yuborilgan, kuydirilgan, suvga tushib yaroqsiz holga kelgan. Bu holda yangi pasport olish jarayoni odatdagidan biroz boshqacharoq va murakkabroq bo'ladi. Pasportni yo'qotganlik holati bo'yicha zudlik bilan ichki ishlar organlariga, mahalliy IPga murojaat qilib, tegishli ma'lumotnoma olishingiz kerak bo'ladi. Bu ma'lumotnoma yangi pasport olish uchun asos bo'ladi va sizni yo'qolgan pasportingizdan noqonuniy foydalanishdan himoya qiladi. Shuningdek, shikastlangan pasportni almashtirishda ham eskisini, ya'ni shikastlanganini topshirishingiz shart. Muhimi, pasportga shikast yetkazish yoki uni yo'qotish amaldagi qonunchilikka ko'ra ma'muriy javobgarlikka sabab bo'lishi, ya'ni jarima undirilishi mumkinligini yodda tuting. Shuning uchun pasportingizni doimo ehtiyot qiling. Uni doimo xavfsiz joyda saqlang va shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qiling. Yo'qotilgan pasportni tiklash yoki shikastlanganini almashtirish odatdagi pasport almashtirishdan biroz ko'proq vaqt talab qilishi mumkin. Chunki ahvol tekshiruv ishlari, izohlar olish va holatni o'rganish ishlari olib boriladi. Bu ham sizning vaqtingiz va asabingizni oladi. Shuning uchun juda ehtiyot bo'ling. 4-nozik jihat: muddatdan oldin pasport almashtirish imkoniyati va sabablari. Ba'zi fuqarolarimiz pasportning muddati tugashiga hali ancha bor bo'lsa ham, uni muddatdan oldin almashtirishni xohlashadi yoki almashtirishga majbur bo'lishadi. Masalan, eski yaroqsiz holga kelgan pasportni hatto muddati tugamagan bo'lsa ham almashtirish imkoniyati mavjud. Pasportning sahifalari yirtilgan, yozuvlar o'chib ketgan, muhrlari o'qilmas bo'lib qolgan bo'lsa, uni yaroqsiz deb hisoblashadi. Yoki familiya, ism, ota ismi o'zgarganda, masalan, ayollar turmushga chiqqandan so'ng turmush o'rtog'ining familiyasiga o'tganlarda yoki fuqarolar o'zi ism sharflarini o'zgartirganlarda pasport almashtirish majburiy hisoblanadi. Bu holatlarda ham 62 yoshdan oshgan fuqarolarimizga yangi qoidalar doirasida ish tutish, ya'ni darhol yangi pasport olish talab etiladi. Shuningdek, pasportingizdagi fotosurat eskirgan bo'lsa, yuz ifodangiz o'zgarganligi sababli sizni tushunarsiz holga keltirsa yoki juda eski pasportlarda biometrik ma'lumotlar yozilmagan bo'lsa, uni ham almashtirish qat'iyan tavsiya etiladi. Chunki bu holatlar ham banklarda, notariusda yoki davlat tashkilotlarida sizning shaxsingizni tasdiqlashda jiddiy muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Eski yoki yaroqsiz fotosuratli pasport bilan ham bir qancha xizmatlardan foydalanish imkoniyatini yo'qotasiz. Bu nozik jihatlarni bilish sizning pasport almashtirish jarayonini ancha osonlashtiradi va kutilmagan to'siqlarga, qo'shimcha ovoragarchiliklarga duch kelishingizning oldini oladi. Har bir holat individual bo'lishi mumkin. Shuning uchun agar sizning vaziyatingiz yuqoridagilardan farq qilsa, davlat xizmatlari markaziga yoki tegishli migratsiya organlariga murojaat qilishdan tortinmang. Ular sizga aniq ma'lumot berishga va yo'l yo'riq ko'rsatishga majbur. Esda tuting, bu sizning haqqingiz va sizga yordam berish ularning burchidir. Keling endi eng muhim qismga o'tamiz: amaliy maslahatlar va aniq harakatlar rejasi. Xo'sh, siz 62 yoshdan oshgan bo'lsangiz va yuqorida aytib o'tilgan toifaga, ya'ni pasportni almashtirish kerak bo'lganlar qatoriga kirsangiz, nima qilishingiz kerak? Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlar tayyorlash kerak? Hammasini bosqichma-bosqich juda aniq tushuntiraman. Iltimos diqqat bilan tinglang. Birinchi qadam: pasportingizni diqqat bilan tekshiring. Avvalo, qo'lingizdagi pasportni olib, uni juda diqqat bilan tekshiring. Bu sizning birinchi va eng muhim vazifangizdir. Pasport turi. Bu biometrik pasportmi? Qizil rangli pasportmi? Agar sizning pasportingiz hali ham eski namunadagi biometrik bo'lmagan pasport bo'lsa, siz darhol harakat qilishingiz kerak. Hech bir daqiqani ham kechiktirmang. 2. Astirish amal qilish muddati.
Agar sizning pasportingiz biometrik bo'lsa, uning amal qilish muddatini tekshiring. Tug'ilgan sana va pasport berilgan sana bilan birga uning amal qilish muddati ham aniq ko'rsatilgan bo'ladi. Agar pasportingizning amal qilish muddati tugagan bo'lsa yoki yaqin 6 oy ichida tugash arafasida bo'lsa, siz ham hech qanday kechikishlarsiz yangi pasport olishingiz shart. Yaqin bu muddat ko'plab xizmatdan. Chunki bu muddat ko'plab xizmatlar, ayniqsa xalqaro sayohatlar uchun minimal talab hisoblanadi. Ikkinchi qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlash. Pasport almashtirish uchun sizga quyidagi hujjatlar ro'yxati kerak bo'ladi. Bu ro'yxat odatda standart bo'lib, mamlakatimiz bo'ylab bir xil talablar qo'yiladi. Arizachi, sizning yozma arizasi. Odatda bu ariza blankasi Davlat xizmatlari markazida DXM yoki migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limida sobiq pasport stoli tayyor holda beriladi. Sizning vazifangiz uni to'g'ri va aniq to'ldirishdan iborat. DXM xodimlari sizga yordam berishga majbur. Pasporti almashtirilayotgan shaxsning pasporti. Eski pasportingizni topshirishingiz shart. Uni qaytarib olishga urinmang, u yangisi berilgandan so'ng bekor qilinadi. Agar pasportingiz yo'qolgan bo'lsa, yuqorida aytilganidek, ichki ishlar organlaridan olingan yo'qolganlik haqidagi ma'lumotnoma talab qilinadi. Bu ma'lumotnomani oldindan tayyorlab qo'yish lozim. Tug'ilganlik haqidagi guvohnoma. Agar talab qilinsa, aslini ko'rsatasiz, nusxasi olinadi. Odatda bu faqat bolalar yoki birinchi marta pasport oluvchilar uchun muhim, lekin keksa fuqarolar uchun ham ba'zan so'ralishi mumkin. Ayniqsa hujjatlardagi shaxsiy ma'lumotlarda aniqlovchi ma'lumotlar talab etilsa yoki eski pasportdagi yozuvlar yaroqsiz holga kelgan bo'lsa. Agar uyingizda bo'lsa, olib borish zarar qilmaydi. Davlat boji to'langanligi haqidagi kvitansiya. Yangi pasport olish uchun ma'lum miqdorda davlat boji to'lanadi. Bu to'lov miqdori qonunchilik bilan belgilangan va har bir almashtirish jarayonida bir xil. Odatda davlat xizmatlari markazlarining o'zida to'lov terminallari, bank kassalari yoki elektron to'lov tizimlari mavjud. To'lovni o'sha joyning o'zida amalga oshirish qulayroq. AS-35x45 SM o'lchamli rangli fotosurat. Hozirgi zamonaviy tizimlarda ko'pincha joyning o'zida, DXMning o'zida fotosuratga olishadi. Chunki bu biometrik ma'lumotlarni raqamli ravishda olishning bir qismi. Lekin baribir ehtiyot shart, o'zingiz bilan bir nechta fotosurat olib borish zarar qilmaydi. Agar mobil guruhlar xizmatidan foydalansangiz, fotosuratni oldindan tayyorlab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Chunki ularning barcha jihozlari har doim ham fotosuratga olish imkonini beravermaydi. Agar oilaviy holatingiz o'zgargan bo'lsa, masalan, familiya, ism, ota ismi o'zgarishi, nikoh guvohnomasi, nikoh bekor qilinganligi haqidagi guvohnoma yoki ism sharif o'zgartirilganligi haqidagi guvohnoma kabi qo'shimcha hujjatlar ham talab qilinishi mumkin. Bu hujjatlar sizning shaxsiy ma'lumotlaringizdagi o'zgarishlarni tasdiqlaydi. Uchinchi qadam, qayerga murojaat qilish kerak? Siz ikki asosiy joyga murojaat qilishingiz mumkin. Ikkala yo'l ham qonuniy va to'g'ri, ammo ularning o'ziga xos qulayliklari bor. Davlat xizmatlari markazlari DXM bu eng qulay, zamonaviy va tezkor usul hisoblanadi. Respublikamizning har bir tumanida DXM mavjud bo'lib, ular fuqarolarga qulay sharoitlarda xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan. Siz o'zingizga eng yaqin va qulay bo'lgan DXMga murojaat qilishingiz mumkin. U yerda sizga elektron navbat olib berishadi. Hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam berishadi va barcha jarayonni maksimal darajada tezlashtirishga harakat qilishadi. DXMlar odatda qulay sharoitlarga ega. U yerda kutish uchun yumshoq o'rindiqlar, toza xonalar, konditsionerlar va hattoki bepul Wi-Fi, kofe avtomatlari ham bo'lishi mumkin. Bu keksa fuqarolarimiz uchun ancha qulaylik yaratadi. Tuman, shahar ichki ishlar bo'limlari huzuridagi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'linmalari, sobiq pasport stollari. Bu joyga ham bevosita murojaat qilish mumkin. Lekin DXM orqali murojaat qilish ancha soddalashtirilgan va kamroq yugurlarni, qog'ozbozlikni talab qiladi. Shuning uchun imkoniyati borlar DXMga murojaat qilishni afzal ko'rishadi. Ammo agar siz o'rganib qolgan bo'lsangiz yoki DXMga borishga qiynalsangiz, pasport stoliga ham borishingiz mumkin. 4-qadam mobil guruh xizmatidan foydalanish. Agar sizning sog'lig'ingiz yuqorida aytib o'tganimizdek, pasport stoliga yoki DXMga borishga imkon bermasa, masalan, yoshlik tufayli yoki kasallik sababli mustaqil harakatlana olmasangiz, DXMga telefon orqali qo'ng'iroq qilib, mobil guruh xizmatini chaqirishingiz mumkin.
Buning uchun sizdan tibbiy ma'lumotnoma talab qilinadi. Bu sizning harakatlana olmasligingizni tasdiqlaydi. DXM operatori sizga qanday hujjatlarni tayyorlash kerakligini va mobil guruh qachon kelishini batafsil tushuntiradi. Bu xizmat keksa va nogiron fuqarolarimiz uchun davlat tomonidan yaratilgan juda katta imkoniyatdir. Undan foydalanishdan tortinmang. 5-qadam. Pasport tayyor bo'lishini kutish va uni olish. Odatda yangi biometrik pasport uni ish kuni ichida tayyor bo'ladi. Bu nisbatan tezkor muddat hisoblanadi. Ba'zi hollarda bu muddat qisqarishi, masalan, tezkor xizmat uchun qo'shimcha to'lov evaziga pasportni qisqa muddatda 23 kunda olish imkoniyati ham mavjud yoki uzayishi, masalan, hujjatlarda biror aniqlik kiritish kerak bo'lsa mumkin. Pasportingiz tayyor bo'lganda sizga odatda SMS xabar keladi yoki DXM xodimlari siz bilan bog'lanishadi. Pasportni olish uchun yana o'sha murojaat qilgan joyingizga, DXMga yoki migratsiya bo'linmasiga borishingiz kerak bo'ladi. Pasportni shaxsan o'zingiz olishingiz shart, boshqa shaxsning olib ketishiga ruxsat berilmaydi. Bu shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi nuqtai nazaridan juda muhim. Muhim eslatma. Hech qachon o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, ayniqsa pasportingiz nusxasini notanish shaxslarga bermang. Hujjatlaringizni ehtiyot qiling. Uni yo'qotmaslikka yoki shikastlantirmaslikka harakat qiling. Agar siz biror joyda navbat kutishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz yoki biron bir muammo yuzaga kelsa, xizmat ko'rsatish markazi ma'muriyatiga yoki mas'ul xodimga murojaat qilishdan tortinmang. Ular sizga yordam berishga va muammoingizni hal qilishga majbur. Hozirgi kunda davlat xizmatlari sifatini oshirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Shuning uchun sizning murojaatingiz e'tiborsiz qoldirilmaydi. Xizmat ko'rsatish sifatidan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotlarga murojaat qilish huquqingiz bor. Aziz yurtdoshlar, qadrli otaxonlar va onaxonlar, bugungi videomizda sizning shaxsiy hujjatingiz, pasportingiz bilan bog'liq yangi qoidalar, kimlar uchun bu qoidalar muhimligi va qanday qilib hech qanday muammosiz yangi pasport olish mumkinligi haqida juda batafsil ma'lumot berdim. Unutmangki, bu faqatgina qog'oz parchasi emas, balki sizning shaxsingizni tasdiqlovchi, davlatimiz va dunyo bilan bog'lovchi eng muhim hujjatingizdir. Uning doimiy ravishda yaroqli holatda bo'lishi, uning muddati doimiy ravishda dolzarb bo'lishi, sizning osoyishta hayot kechirishingiz, barcha huquqlaringizdan to'laqonli foydalanishingiz va qonuniy himoyada bo'lishingiz uchun juda muhimdir. Agar pasportingiz muddati o'tgan bo'lsa yoki hali ham eski namunadagi bo'lsa, do'stlar, zudlik bilan harakat qiling. Kechiktirmang. Chunki vaqt o'tgani sayin muammolar ko'payishi mumkin. Agar sizda yana qandaydir savollar paydo bo'lgan bo'lsa, iltimos, ularni videoning izohlar qismida yozib qoldiring. Men har bir savolga imkon qadar tez va aniq javob berishga harakat qilaman. Shuningdek, ushbu videoni boshqa azizlarga ham, ayniqsa keksa yoshdagi qarindoshlaringiz, qo'shnilaringiz va do'stlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot ko'pchilik keksa avlod vakillarimiz uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin va ularni ko'plab muammolardan qutqarishi mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga siz uchun yanada foydali kontent yaratishda motivatsiya beradi. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Salomat bo'ling.